va juda ham ajoyib chiqadi. Sizlarga ham yoqadi. Birinchi bo'lib idishimizga bitta tuxumni chaqib olamiz. Va muzdek qaynatib sovutilgan suv. Mana bir piyoladan sal kamroq soldik. Ikkinchi piyolasi hozirgi piyoladan ham ozgina kamroq bo'lishi kerak. Sizlar ham xuddi shunaqa solinglar. Solib, chimdim tuz solamiz. Ozgina. Va menda 9% uksus bo'lgani uchun men sal ko'proq soldim, ya'ni bir osh qoshiq soldim. Sizlarda foizi ko'proq bo'lsa, bundan kamroq solasizlar. Suvimiz nordon bo'lishi kerak. Yaxshilab venchikda aralashtirib olamiz va bu yerda elab qo'ygan 700-800 gram unni elab olamiz, tayyor qilib oz-ozdan qo'shamiz. Xamir qilamiz. Xamir holiga kelguncha qilinadi. Unni birdaniga hammasini solmaysizlar, kam-kamdan solasizlar. Hammada har xil ketishi mumkin. Mana shu ko'rinishga kelishi kerak. Xamir holiga kelganda stolga olib, shunaqa ishlov bersanglar, bemalol xamir shunaqa tayyor xamir holiga kelib oladi. Unni ko'p sovormanglar. Asosiysi xamirimiz qattiq bo'lib qolishi kerak emas. 5-6 minut shunaqa ishlov berganimizdan keyin mana ko'ryapsizlar, yumshoqligini shunaqa bo'lishi kerak. Ustini yopib 15-20 minutga xonada qoldiramiz, tinib olish kerak xamirimizni. Mana tinib oldi. Endi olib stolga qo'yib olamiz va ozginadan un sepib, sekin-sekin yoyishni boshlaymiz. Un ko'p sepvormanglar, faqat yoyish uchun, oson bo'lishi uchun ozgina un sepiladi. Mana sekin-sekin hamma chetidan bir tekisda qilib, chiroyli qilib, to'rtburchak qilib yoyishni boshlaymiz. Yuqori bo'ladi xamirimiz. Va bu xamir uchun, ya'ni bu Napoleon torti uchun aynan shu masilka margarinni ishlatish kerak. Mana 80% bo'ladi, plastinka bo'ladi, ya'ni ingichka, xuddi list, katta list razmerida bo'ladi. Magazinlarda sotiladi, usti qizil qog'ozli. Shunaqa ishlatinglar. Mana xamirimizni yoyib oldik, ko'ryapsizlar. Mana xuddi shunaqa margarin 500 gram ketadi. Muzliroq bo'lishi kerak. 500 gramini hammasini qirg'ichdan chiqarib olamiz va hammasini yoyib olgan xamirimizning o'rtasiga qo'yib olamiz. Mana xamirimizning yupqaligini ko'ryapsizlar. Bitta tarafini olib kelamiz, ikkinchi tarafini va bu yoqdan ham ikkita tarafini olib kelib yopib olamiz. Va qo'limiz bilan endi chiroyli bir tekisda qilib, to'rtburchakroq uzunchoq forma berishga harakat qilib, shunaqa bosib forma beramiz. Yengil-yengil bosib olamiz. Mana ko'ryapsizlar. Va sekin juva yordamida buni sekin katta to'rtburchak qilib ochib olamiz. Mana havolarni chiqarib tashlaysizlar, sekin-sekin yoyayotganda mana yoyib oldik. Endi buni birinchi konvertga o'rashni boshlaymiz. Har yoyganimizda margarinlari xamirga singib yuvib ketaveradi. Mana birinchi yo tarafini, keyin bu yo tarafini va bu yo past qavatini va tepadan hozir yopamiz. Mana ko'ryapsizlar, xuddi shu ko'rinishda 5 marta takrorlaymiz. Mana yopib oldik. Shu ko'rinishda qilinadi har safar. Tayyor bo'ldi. Mana konvertimiz. Endi buni ustiga salofan kiyg'izib, xolodilnikka yarim soatga qo'yamiz. Yarim soatdan keyingi bu ikkinchi marta yoyishimiz. Mana oldik. Agar sal yopishsa, ozgina un sepib yuboringlar. Mana nomiga bir marta sepsanglar o'zi yetadi. Xamir yopishmaydi unaqa. Sekin-sekin formasini yo'qotmagan holda ikkita tarafidan sekin-sekin yoyib to'rtburchakka ochib olasizlar. Xuddi hozirgidek. Chiroyli qilib yoyishga harakat qilinglar. Mana yana taxlab, xuddi shunaqa qilib takrorlab, mana salofanga o'rab, yana yarim soatga qo'yamiz. Bu keyingi, ya'ni 3-martasi. Yana yoyib olamiz. Xuddi shu hozirgi etapni takrorlaymiz. Mana yoyib, o'rab, yana tayyor qilib, yana yarim soatga xolodilnikka qo'yamiz. Endi 4-martasi mana yoyib oldik. Shunaqa to'rtburchak bo'ladi. Mana yana o'rab, yana xolodilnikka yarim soatga qo'yamiz. Har safar shu bir xil shaklda qolishi kerak. Mana. Endi oxirgisi mana 5-oldik, yoyib oldik. Endi katta yoymaymiz, qalinroq bo'lishi kerak.
sal ozgina ochib olsak yetadi. Mana 6 ta bo'lakka bo'lib olamiz. Ko'ryapsiz. Xohlasanglar shu bo'lagi bo'lgandan keyin bir kun xolodilnikka qo'yinglar, morozilkaga emas, xolodilnikka xohlasanglar 1 soatdan keyin olib pishirsanglar bo'ladi. Men ertasi kuni pishirdim. Yana ham zo'r bo'ladi bir kun tursa. Unlab ozgina unlab, mana list razmeriga to'g'rilab yoyib olasizlar. Shunaqa yupqa yoyiladi. Mana listim 30 ga 40. Mana chetlarini ozgina shunaqa tushirib qo'yasizlar listga, shunda bir tekisda bo'lib kirishmay chiqadi. Velkurib olamiz. Mana endi qizib turgan 200 gradusli duxovkaga qo'yib, ishib olguncha 200 gradusda turadi. Ustilari ishib ko'tarilgandan keyin gradusini pasaytiramiz, qizarganda olamiz. Bir pasda olmaysizlar, bo'lmasa ichlari pishmay qoladi. Usti ko'tarilib olgandan keyin gradusini 180-170 ga tushirib, qizargandan keyin olamiz. Mana keyingisi xuddi shu ko'rinishda hammasini pishirib olamiz. Xamirni yoyganingizdan keyin srazi listga qo'ymaysizlar. 5 minut stol ustida turishi kerak, ozgina tinib olish kerak. O'shanda xamirimizga kirishmaydi pishirganda. Mana yana velkurib. Albatta velkurish esdan chiqmasin. Mana xamirimiz shunaqa yoyiladi har safar. Hammasini shu ko'rinishda yoyib pishirib olamiz. Endi kremimizni tayyorlaymiz. Kremimiz uchun bizga 300 gram xonada yumshab turgan sariyog' kerak bo'ladi. Iloji boricha sariyog' ishlatinglar, kremimiz shunda zo'r chiqadi. Buni oppoq bo'lguncha mikser qilib olamiz. Muzdek sariyog' ishlatmaylik, обязательно yumshoq bo'lishi kerak. Mana oppoq bo'ldi. Bunga 900 gram sugushonka solamiz. Sugushonkamiz ham xonada turgan bo'lishi kerak. Muzdek solmaysizlar. Mana xuddi shunaqa krem bo'lishi kerak. Ko'ryapsizlar, chiroyli suyuqroq krem bo'ladi. Tayyor bo'ldi kremimiz. Mana ko'rjlarimiz hammasi pishdi. Men tag'in ham sal shoshib tayyorlagandim. Hammasi bir tekisda chiqmadi. Sizlar bemalol qilsanglar, yana ham bir tekisda bo'lib chiqadi. Mana ishib chiqqan qavatlari 5 ta qavat bo'ladi, 6-inchisi ustiga bo'ladi. Eng chiroylisini bittasini chetga olib qo'ysanglar, oxirgi ustki qavatiga qo'yasizlar. Mana listga o'zimizga qulay narsaga qo'yib olamiz va kremimizni surishni boshlaymiz. Kremimiz barakali bo'ladi, bemalol hamma qavatiga yetadi. Yaxshilab hamma joyiga bir xil qilib surishga harakat qilinglar. Faqat o'rtasida bo'lib qolmasin kremi, chetlari bilan hamma joyiga bir xil qilib surib olamiz. Mana. Va keyingi ko'rishimizni qo'yib, hammasini shu ko'rinishda davom ettiramiz. Mana tayyorlab oldik, hammasini kremlab oldik. Kremimiz hammasi yetdi. Juda ham chiroyli chiqdi. Mana chetlaridan oqib, kremlari bemalol yetdi. Mana oxirgi ko'rjini sal qizarib ketganrog'i bor edi bittasi. O'shani ustki qavatiga shunaqa urvoq qilib oldim va hamma joyiga bir xil qilib chiroyli qilib sepib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Qanaqa chiroyli chiqdi. Balongina bo'lib. Mana. Kremlari ham rosa barakali chiqadi. Men chetlarini kesib oldim. Bu o'zingizlarning xohishinglar, chiroyli bir tekisda bo'lsin deb chetlarini qirqib kesib oldim. Agar kesmasanglar, yanada katta bo'lib barakali bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham yoqadi. Shu pishirishda ham duxovkadan bir pasda olmasdan 1-balon gradusda ishib olgandan keyin qizarguncha pastroq gradusda pishirib olsanglar, hammasi ko'rjlari ichlari pishib chiqadi. Mana kesilganda qanaqa qavat har bitta qavatining ichida yana nechidir qavat bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.